Hürmetli vatandaşım, endi bir işki muhakeme temisi boyunca sözlep bakaylı. Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti, Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump Osiyo ziyoratga chiqdi o'n kunlik. Bugun endi Vyetnamda. Dastlabki ziyorat Yaponiyada boshlandi. Yaponiyadagi ziyoratida biz qisman holda to'xtaldik. Lekin shu narsaga mundaq bir xulosa topaylikki, Yaponiyaning vaziri dediki, suhbat uchun suhbat qurib, Chavshan masalasini hal qilish kerak gap dedi. Xuddi dedi. Endi prezident Trump Koreyaga kelib ziyorat qilgan vaqtida nima dedi? Men zayin dediki, biz Koreya shuni tashabbus qilamizki, Chavshan yadro qurollar masalasini tinch yo'l bilan hal qilishimiz kerak dedi. Prezident Trump qo'shildi. Koreyaning tashqi siyosatiga qo'shildi. Shundaqla prezident Trump 9-kuni, 8-kuni Beijing kelib ziyoratni boshladi. Ziyorat jarayonida suhbatga o'tadi va o'zi so'zlagan nutqlarda qayta 2 qatam, balki 3 qatam shuni takrorladiki, Chavshan masalasi tez hal bo'lishi kerak. Chavshan masalasini Jungo bilan Amerika tez hal qilish kerak. Endilikdagi bugunlardan tortib televizorda so'zlanayotgan masala CCTV'ning so'zlayotgan so'zlarda shundaq bir uqum takrorlanyapti. U bo'lsa-mu, Amerika Jungo hamkorlik yaxshi davrga kirdi. Amerika Jungo hamkorlik davri boshlandi. Lekin bu yerda qayd qilishga bo'ladigan bir so'z bor ekanki, Liu Yandong, Jungoning muavin vaziri Liu Yandong Washingtonni ziyorat qilganda, u bir asrlik, ya'ni Jungo Amerika o'rtasida biz bir asrlik 100 yillik siyosat tuzib chiqishimiz kerak degan. Lekin bu gap faqat Beijingda eg'izga elinmadi. Demak, hamkorlikni ta'kidlashning o'zi zarur bo'lgandilla emas, balki hamkorlik urushga qaraganda masalani hamkorlashib hal qilish bu siz uchunmi, biz uchunmi, butun dunyo uchun, har bir inson uchun aytganda yaxshi ish. Urush qaraganda masalani hamkorlashib hal qilish yaxshi ish. Xo'sh. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo hukumati hamkorlashib hal qiladigan masalalar nima? Zodi nima? Jungolikning yadrolik manfaati, ya'ni jonajon manfaatimi? Undaqda Amerika Qo'shma Shtatlarining jonajon manfaati nima? Chavshan masalasini Amerika Jungo hamkorlashib hal qilamiz deb Amerika Qo'shma Shtatlari shundaq da'vatida. Jungo ham shundaq da'vatida. Bu holda Chavshan masalasini hal qilganda qaysi yo'lda hal qiladi? Masalan, Shimoliy Chavshan hokimiyatini, siyosiy hokimiyatini ag'darib tashlandi. Yoki siyosiy hokimiyatni bir taraf qilib o'tib, Chavshanning siyosiy sotsialistik tuzumiga, demokratik Chavshan tuzumiga chaqilmamdi. Yoki chaqilish bilan biroqli buni hammasini supurib tashlab, Chavshanni Janubiy Koreyaga birlashtiramdi. Xo'sh, bu vaqtda Jungoning tutadigan maydoni nima? Nima maydoni, nima pozitsiya, nima siyosat qo'llanadi Chavshanga? Xo'sh, ahvolda Chavshan zada qaysi yo'l bilan hal bo'lsin? Tinch yo'l bilan hal bo'lsin. Masalan, prezident Trump bu qatim Yaponiyadami, Koreyadami ta'kidlagandek, har qanday tanlashni ustiga qo'ydik deganicha bo'lsin, qaysi yo'l bilan hal qilsin, zada Chavshan masalasi qanday hal bo'ladi? Bu to'g'rida hozircha konkret masala o'rtaga chiqmadi. Lekin prezident Trump Chavshan masalasini hal qilish, tezlik bilan hal qilish, tez orada hal qilish. Bu qatim Beijingda ta'kidlagan 3 davlat ziyorati ta'kidlagan 3 masala. Biri Yaponiyada suhbat bilan emas, balki Yaponiya Shinzo Abening gapicha Yaponiya Amerika hamkorligi ostida Chavshan masalasini hal qilish. Koreyada tinch yo'l bilan Chavshan masalasini hal qilish. Jungoga kelganda prezident Trumpning 3 qatim takrorlab Chavshan masalasi tez arada hal qilish. Bu yerda vaqt cheklimisi kelyapti. Tez arada hal qilish, vaqt cheklimisi kelyapti. Shunga agar buni Jungoliklar o'zi besim deb his qiladigan bo'lsa, Chavshan masalasi hal qilish, Jungo kuch chiqarish, Jungo tirishchanlik ko'rsatish, Jungo yordam qilish deb qo'ygan bo'lsa, bu boshqa gap. Biroq hozir bu yerda tez arada hal qilish. Vaqt cheklimisi, bu atimi bir oydan keyinmi? Bu cheklimi yo'q, bu chegara yo'q. Lekin vaqt cheklimisi hozir tez degan shundaq bir fe'l harakat bilan cheklan. Tez arada hal qilish. Xo'sh, shundaq hal qilish bo'lsa, biz boshda aytgandek, sizlar qanday hal qilish? Ikki Chavshanni birlashtirishmi?
yoki Jungoning askariy qismlari Chavshan kirib askar turg'izamdi yoki boshqa zodi qaysi yo'l bilan hal qilish. Xo'sh, shundoq aytganda, mening o'ylashimcha va mening ko'z tushimcha, hurmatli vatandoshim, Chavshan masalasini hal qilish, ya'ni boshdan oxir sizlar qo'yayotgan bir savol, Chavshan yadro qurollari masalasini hal qilish, Chavshanning o'zining masalasini hal qilish, oxiri Jungo jamiyatiga va Jungo qanday ta'sir ko'rsatadi? Gap mana bu yerda boqatam rais Xi Jinping huquqni mustahkamladi deymiz. Mustahkamlashning ikki tarafi bor. Biri bostirish. İkinci tarafi mustahkamlash, huquqni markazlashtirib masala hal qilish. Hozir Jungo jamiyatidagi masalalar intayin murakkab. Bu qatam qurultayda bergan dokladda nima dedi? Hozirgi Jungo jamiyatidagi ziddiyatlar dediki, qurultayning dokladida ilg'orlik va taraqqiyotni qabul qilinmaslik va yoki moslasholmaslik o'tirisidagi ziddiyat yoshirmang apandilar. Ey Jungolik apandilar. Hozir Jungodagi birdan-bir ziddiyat mustamlika. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni bilan Tibet bilan Jungo o'tirisidagi, ya'ni gubernator millat o'tirisidagi antagonistik darajaga ko'tarilgan milliy ziddiyatdir. Biz bunu demasakmisiz hozir Şinjan Uyghur Abdunum rayoni Uyg'urlar qanday muomala qilyapsiz? Tekshirib ko'rib boqing. O'zingiz o'ylab boqing. O'zingiz birni bilan qanday muomala qilyapsiz? Faqatla bastirish. Bastirish uchun boshqa bir rayon hech qanday siyosat yo'q masalan deydi. Endi qaytib kelaylik. Chavshan masalasi shunday hal qilganda, Chavshan masalasi shu darajaga yetganda, yoki uning yuqorilik darajasiga qadar ustal ustiga hamma tanlash qo'yildi. Tez yo'l bilan bo'lsa mana yo'l, yana boshqa yo'l bilan bo'lsa ana yo'l. Hatta Prezident Trump Oqsaroyda Osiyoga ziyorat chiqishdan burun nima dedi? Agar sharoit yor beradigan va mumkinlik tug'ilgan, mumkinlik yor beradigan ahvol bo'lsa, lekin Chavshan bizning shartlarimizga yaqinlab kelgan bo'lsa, men dedi, Chavshanning rahbari Kim Jong Un bilan bevosita ko'rishman, bevosita suhbatlashman. Bu intayin yaxshi yo'l, bu intayin yaxshi tanlash. Nima uchun? Agar Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Chavshan boshlig'i Kim Jong Un o'zi bevosita suhbatga o'tirdigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Chavshan ikki davlat zodi nima gap bu so'zni arni o'ch qilib suhbatga o'tirdigan bo'lsa, bu yerga chiqadigan savol shukan, hurmatli vatandoshim, xo'sh, Jungoning roli nima? Jungo qayerda qoladi? Bu Jungo ishi intayin ig'irish, intayin ig'irish. Shunga Jungo hukumati hozir biz Amerika bilan hamkorlashib Chavshan masalasini hal qilamiz degan yerga yetdi. Bu qatimqi Beijing safarda Prezident Trump Beijingni ziyorat qilgandan keyingi Jungoliklarning hamkorlikni ko'tarib chiqqanligi mana bu yerda gavdalanyapti, bu yerda ifodalanyapti. Masalan, biz Jungoliklarga savol qo'yaylikki, sizlar bu qatam Chavshan masalasini hal qilasizlar, Amerika bilan hamkorlashib hal qilasizlar. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashib hal qiladigan yana boshqa masala yo'qmi? Yana boshqa masala bormi yo'qmi? Qaysi masala? Yana hal qiladigan masala bormi yo'qmi? Bu savol paytida qoladi endi deylik. Bu qatim yana bir o'zgarish shukanki, Prezident Trump Osiyoga ziyorat chiqishdan burun Tayvanliklar bak ansirab ketgan. Hatto ba'zi to'rbatdagi Xitoy millatchilari davron ko'tarib, 4-parcha axborot ikki davlat o'rtasida Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo o'tirish imzolanadi. Prezident Trump bilan Xi Jinping mana shunday hujjat imzolaydi deyilgan. Lekin u yuz bermadi. Ana ustiga yana bir ajoyib bir ish shu bo'ldiki, bu qatim na Amerika Qo'shma Shtatlari tarafidan bir siyosat yoki Prezident Trump efendi o'tirdi bu qatimqi Beijingdagi suhbatda Tayvan masalasi eg'izgan bo'ldi. Jungoliklar bunga eg'iz ochqandi, lekin e'tiborsiz qoldi. Diqqatsiz qoldi, e'tiborsiz qoldi. Demak, bu qatim Tayvan masalasi eg'izga elindi. Bu nuqtada aytganda hozir Tayvanliklar o'rinda xo'sh bo'ldi, rozi bo'ldi, deyish bo'ldi. Endi yana bir nuqtadan so'zlasak, Tayvan masalasi eg'izga elinmadilar emas. Bu qatim 11-oyning 7-kuni, ya'ni Prezident Trump Koreyadagi vaqtida Beijingga safarga chiqishdan burun 1 kunlik yoki 12 soat vaqt qolgan oraliqda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi, ya'ni bu qatim yana bir qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Bu qonun loyihaning ismi Tayvan bexatarligi qonun loyihasi.
Diqqat qildingizmi vatandaşım? Biz başdan ahir so'zlab kelyapmizki, hozir jalliq faoliyat qilayotgan, jalliq siyosat belgilayotgan Amerika Davlat Majlisi hozir yangidan degandek Prezident Trump Amerika birinchi degandek hozir Amerika Davlat Majlisi siyosat xarakterli qadam tashlashda Jungolanga bo'lgan munosabatda nayt ulug', nayt dana ishlarni qilyapti. Nayt ulug', nayt dana ishlarni qilyapti. Mesela alaylı bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Rex Tillerson tanishtirishga bir jumla xabar bilan tanishtirishda bu qatim Beijingda Prezident Trump kishilik huquq masalasini o'tirib qo'ydi. Qaysi shaklda qo'ydi? Eg'irlik darajasi qanday, yeniklik darajasi qanday? Bu tarafi bizga qarang'u, lekin Prezident Trump hukumati kishilik huquq qiziqmaydi degan ta'riflangan Prezident Trump hukumati bugun Beijingda kishilik huquq masalasini o'tirib qo'ydi. Shuni qaytib kelaylik. Tayvan to'g'risi yuqorida qonun imzolandi. Nima ma'qullandi, o'tirib qo'yildi, kechiringlar. Biz buni kelar qatimliq leksiyamizda Alloh xolisa tayyorlab kelamiz vatandoshlarım. Endi bu qatim biz zodi nima kutamiz? Prezident Trumpning Osiyo siyosatidan nima kutamiz? Bular bu Jungo bilan bo'lgan munosabatda Prezident Trumpning siyosati nima bo'ladi deganida hozir yanala ikki masala, bir iqtisod savdo, yana biri Çavuşan. Asosliq bu davr qilgan holda suhbat olib berildi deyli. Hozir Prezident Trumpning so'zini 5 so'zimizning muhokamamizning 5 xulosalab berdik. Nima deyildi? Yaponiyada deyildiki Shinzo Abe'ning so'zini eg'izga olayli. Shinzo Abe dediki faqat suhbat uchun suhbat qurishdan Çavuşan masalasini hal qilish behuda ovoz. Kore'de değildi ki Çavuşan meselesini tinç yoluyla hal qilish. Beijing'de, Jungo'da değildi ki Çavuşan meselesini nayt tez arada hal qilish. Bu degani 3 qatim tekrarlar.